Agar siz sot uchun yaxshi qo'chqor qidirib yurgan bo'lsangiz, uyda yaxshi sog'lig'ingiz bor, u sog'lig'ingizdan bolasini olmoqchisiz, yaxshi qo'chqor qidirib yuribsiz. Shunaqa qo'chqor qidirib yurgan bo'lsangiz, bu videoni albatta siz erinmasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Qo'ybozor kanalimizning ashaddiy obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari va mana bunday toza arashan zotli qo'chqor ishqibozlari. Akalar o'ta noyoblardan, zo'rlardan yetib kelib qoldi. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Xudo xolasa bugunga zo'r qo'ylardan chiqaramiz. Biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Shu arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga juma, Sayyidul ayyom, hamma juma kuni hammalarga fayzli bo'lsin, barakatli bo'lsin deb video syomkalarimizni boshladik. Videoda, so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz aka. Bizni kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, like bosib, podдержка qilib qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa sizlarga zo'rlaridan, tozalaridan, yarichkalaridan, haqiqiy toza variantdan, arashanni go'zalidan chiqarishda davom etamiz akalar. Birinchi partiyamizga qo'chqorda haqiqiy noyobidan olaman, go'zalidan olaman deb YouTube qidirib yurgan aka-ukalarimiz uchun tavsiya qilamiz mana. Go'zallaridan akalar. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Ko'pchilik manzilni so'rashyapti akalar. Manzil Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Bugun 10-aprel 2026-yil. Hafta kuniga juma. Hammalarga juma ham muborak bo'lsin akalar. Birinchi partiyamizga qo'chqorni o'ta noyoblardan, arashan boqaman zo'ridan degan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Keldi aka-ukalar. Go'zalidan yetib kelib qoldi mana. 2 oy, 3 oy ozgina yemini yeb turgan rasa sportning holatda turibdi qo'chqorlar. Olib yaxshi sog'lig'ingiz bo'lsa, naslini olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz mana. Bularning ma'lumotlari akalar, bo'y bastlari 85 plus minus kelaverasizlar. Yoshi 9-10 oylik u yoq bu yog'ida, hali birontasi tish buzmagan. Oyoqlari uzun, bo'y bastlari haqiqiy 180 kilo, 200 kilo bo'lib ketadigan variantlaridan akalar tavsiya qilamiz. Qo'chqorlar qaranglar, mashalloh. Havas qilganda xonadonda 100 ta 150 ta bundan zo'rlardan boqishlik inshaalloh siz bizga nasib. Qo'chqorning go'zalligi o'mon qarang, mashalloh. Shu yerga bitta like bosib qo'ying aka, xudo xolasa. Like bosganda xonadonda ham bo'lsin inshaalloh. Qo'chqorlar bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Mana qarang, to'shlariga, yuzlariga, ranglariga, dumbalariga, hamma yo'g'iga bitta e'tibor berib qo'ying aka. Oyoq joylashligini qarang. Kastaklari bir qara junda ichida emas aka, mana rangi boshlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Xudo xolasa go'zali kelib qoldi. Aloqaga chiqavering. Zo'rlari bizda, xudo xolasa. Qo'chqorda zo'rini olaman deganlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa mana shu kanalda inshaalloh zo'rlarni chiqarib tashamiz. Juda ko'p aksariyat uruqqa bular akalar. Quloq oshlari but-butun mana. Qulog'ini pasha chaqmagan, xudo xolasa. Dumbar razrezlari, qo'ylar uzunliklari, hamma yo'g'i o'ta go'zal. Mana qaranglar, mashalloh. Mana qo'chqor aka nima deyapti? Xudo xolasa zot olaman, uruqqa yaxshisidan qidirib yurdim degan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilib aloqaga chiqaringlar. Mana keldim, qo'chqorni qarang. Bitta ajratsangiz ko'rinadi mana. Mana sheriklarni qarang aka. Hoji aka, men qo'chqorlarga qarang, mashalloh. Qo'chqorni go'zallari kelganda like bosib turing mana bunaqa. Havas qilgan xonadonda bo'lsin inshaalloh. Qarang, 4 ta go'zalini ajratib qo'ydik. Aksariyat uruqqa bular akalar. Mana avgust oyigacha yemini berib, boqib tursangiz mana bu qo'chqorlardan xudo xolasa chempion qo'zilarni olasiz, xudo xolasa. Sog'lig'ingiz yaxshisi bo'lsa, yaxshi qo'chqor qidirib yurgan bo'lsangiz, qo'shib qo'ying aka mana. Zo'rga kelganda ulgurib qoling mana. Bunaqasi hadab ham kelavermaydi aka. Bu xos narxini ham kelishtirib yo'lda qilib beriladi aka. Ajratsa ko'rinadi qo'ylar. Bir dona unaqa olapakisidan ham bor qarang. Ola ishqibozlariga bir dona olapakisi ham bor mana. Chiqardi qarang. Mana qarang. Inshaalloh. Ola qo'chqorni zo'rini olaman men deganlar bo'lsa, mana olaga ham ishqibozlar juda ko'p aka. Mana qarang. Inshaalloh. Qo'chqorni qarang. Dumbalarini ikkaligini qarang aka. Unaqa osilib ketadigan dumba emasdir. Uzunligiga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz qo'chqor. Ekranga sig'mayapti mana. Uzoqdan olyapman aka. Masofa 4 metr masofa bor. Qo'y bilan men ortdan masofa. Bitta bo'ylarini ham o'lchaveraman. Tish buzmagan mana. Xudo xolasa hali marjon o'zi. Mana qaranglar akalar. Shoshilib qoling, shoshilib. Zo'ri kelganda ulgurib qoling. Mana metrimiz.
Xohlasa yerga qo'yilyapti. Bo'y mashalloh, bo'yni qarang, bo'yini 87 chiqyapti aka. Oyoq qo'li o'ta bo'ychan qo'yilgan qarang. Bularni hali boqsangiz yana ketadi. Jaka bular, qarang. Bularni hali boqsangiz yana o'zgaradi bu. Mana qo'chqorlar. Dumbalarni qarang. Hammasi go'zal. Karbonoslarni qarang. Qarang, mashalloh qo'chqor. Mana kaga. Aka, buni ko'pchilik narxiga ko'p gapirmasdan deyishyapti. Endi buni birga chiqarib olib, mana qo'y deb qo'ygan buni bunda bo'lmaydi akalar. Mana buni ma'lumotini hamma yo'g'ini qo'ldan kelganicha berish kerak. Shuning uchun e'tibor bilan kuzatib turing. Narxini ham xudo xolisi yo'lida qilib qo'yib beramiz. Har xil qo'y bor, qo'y bilan qo'yda ancha farqi bor aka. Mana. Qo'y bilan qo'yda farqi bor. Toza qo'y mana. Yaxshisidan so'ragan ko'kalarimiz bo'lsa, mana shoshilib aloqaga chiqing. Qo'chqorlar rasa sportilniy holatda turibdi mana. O'zim yaxshi sog'liqlarim bor edi. Qo'chqor qidirib yurdim. Bitta olib qo'shib olardim degan ko'kalarimizga tavsiya qilaveraman. Qo'chqorlar qaranglar aka. Mana qo'chqorlar. Bunda osilmaydi. Tikka dumba go'zal haqiqatan. Mana. Zo'ra kelganda o'lgurib qoling aka. Buni bo'ladigan narxini qo'yamiz aka. Hammaga narxida bo'ladigan narxi hammasiga optimga qo'yamiz. Tanlab olishga ham sotilaveradi aka. Optimga bitta narx qo'yamiz. Hop. Tanlab olishga ham bitta ikkita olamiz degan ko'kalarimizdan bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'ladigan narxi akalar 7 million 200 ming so'mdan bo'lsa, Toshkentgacha dastlabkasi besplatni aka. Shoshilib qoling, unaqa zo'rga kelganda o'lgurib qoling, qarang. Qo'chqorlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz aka. Optimga 7 million 200 ming so'm yana ozmoz kelishadigan joyi bor. Tanlab olishga bo'lsa, kelishiladi aka, holatiga qarab kelishiladi mana. Qo'chqorni bitta ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Zo'rga kelganda o'lgurib qoling, garbonoslarni qarang. Mashalloh, buni qo'chqorni qarang mana. Nima deyapti aka mana? Oling, xudo xolasa, bundan keyingi ham zo'rlari bor. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Bitta o'tishlarni ko'ring bular, jonivorlar mana. Ko'ring aka, xudo xolasa mana. Hammani xonadonida inshaalloh bo'lsin mana qo'chqorlarni. Mana. Soni 12 dona akalar. Ulgurib qoling, yosh oilaga 9-10 oylik bu yog'ida bizga ham kelgan, endi biz ham mashina narsa deb beramiz, ammo 9-10 oylik bu yog'ida qo'chqorlar haqiqiy go'zalidan aka. Bo'ylari 85 plus minus kelaverasizlar. Narxi 7 million 200 ming so'm, ozmoz kelishadigan joyi bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar aka. Zo'ra kelganda o'lgurib qoling. Bundan keyingi ham shuni ukalardan kelgan. Oxirgacha ko'rdik, puli yengilidan olaman deganlar bo'lsa, oxirgacha ko'ring, zo'ra keladi. Mana qo'chqorlar. Men bitta qo'chqor, bitta sog'liq olmoqchiman. Yaxshisidan o'zim birinchi ishqibozchilikka boqaman. Yaxshisidan, go'zalidan boqmoqchi edim deyurgan akalarimiz bo'lsa, mana bu ikkala qo'yimizni tavsiya qilamiz. Biri qo'chqor, biri sog'liq. Tozasidan boqaman deganlar bo'lsa, shoshilib aloqaga chiqing. Qo'zimiz bodom gulon qarang, sog'lig'i, oqrog'i, sog'lig'i, bunisi qo'chqori. Qo'chqorini qarang, mashalloh. Qo'chqorga bitta ahamiyat berib qo'ying aka. Dumbarali hamma yo'g'i kelishgan. Bo'y baslari ikkalasini ham 75 ga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana qo'chqori, narigisi urg'och. Ikkalasini ham qulog'i but-butun. Maza qilib ko'paytiraman o'zdan degan ko'kalarimizga tayyor mana juf. Shuni olib borib tashab qo'ying. Bolasini olib yuraverasizlar akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqavering, unaqa zo'ra kelganda o'lgurib qoling. Narxini ham sizlarga bo'ladigan qilib, yo'lida qilib qo'yib berishga harakat qilamiz akalar mana. Biri qo'chqor, biri sog'liq varianti. Yosh oyligi 8 oylik, 7 oylik u yog'ida. Bo'y baslari 75 ga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Biz qo'chqor. Mashalloh. Mana. Go'zalik. Haqiqiy qo'y qolaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilamiz. Qarang aka. Go'zal, bodom guli. Qo'chqor tozasi mana arashon. Xo'p, ikkalasini olaman degan obunachilarimizga buni bo'ladigan senasini qo'yamiz, hurmatli obunachilar. 10 million so'm bo'lsa, dastlabkasi Toshkentgacha besplatni yetkazib olib borib beriladi. Shoshilib aloqaga chiqing aka. Mana bunaqa go'zallari kelganda o'rgilib qoling. O'tgan safargi videoyimizda ko'pchilik qo'ydi qimmat, u bu deb yozishibdi. Endi qo'y bilan qo'yda farqi bor akalar. To'g'risida yaxshi narsa har qayda qimmat bo'ladi. Balchiqni ichiga tilla tashab qo'ysangiz, balchiqchi ham tilla yaltillab turadi aka.
Mana bu qo'chqorlarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz, qarang. Mana. Qo'yni holatiga qarab narx qo'yamiz biz ham akalar. Bizga ham kelgan ozgina foydasiga qo'yib sotyapmiz, sababi tirikchilik. Shoshilib aloqaga chiqing, garantiyasini beriladi. O'sha ozgina foyda qilingan sababiga sizga bir hafta 10 kunga garantiyasini berib, aytib deb sotiladi aka. Qo'y chiqarayotgan qo'ylarimiz hammasini garantiyasi bor. Cho'chimay olaverasiz. Bozordan olasiz, bozorda olasiz, qidirib yuraverasiz-da keyin egasini. Sotib qo'yib qochadi, bitta aybi chiqib qolsa, qidirib yuraverasiz. Mana bozor bilan haligini o'rni shunaqa. Mana. Ko'pchilik ana bozor deyishaveradi. Bozorda bitta kasalini olib qo'ysangiz, egasi sotadi, qochadi, qidirib yuraverasiz aka. Bizda ishonchli garantiyasi bor. Bir hafta 10 kunga yemasa, ichmasa, yo'talsa, aybi bo'lsa almashtirib beriladi, pulingizni qaytib beriladi. Unisidan muammo yo'q. Ko'ngil to'q qilib olaverasiz. Shu ozgina qilingan foydaga shuncha garantiyasini beriladi. Shuncha narsa shunga aka. Aloqaga chiqaring. Ikkalasining narxi 10 million so'm, yana oz-moz kelishadigan joy bor. Bemalol bog'lanaverasiz aka. Mana zo'r kelganda ulgurib qolasiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa zo'rlari kelganda SMS tarzida yetib boradi. Qaysidir partiya tushib qolsa, telefon qilsangiz, ishingizni chiroyli qilib bitkazib beriladi. Kuzatishda davom eting. Zo'rlari hali oldimda aka. Kuzatib turing. Bundan keyingi partiyamiz go'zallari chiqadi. Mana bitta yurishlariga ahamiyat berib qo'ying. Sog'lom, garantiyasi bor bir hafta 10 kunga. Aloqaga chiqaring. Bundan keyin ham go'zallari bor. Mashalloh, qo'chqorlarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz aka. Birinchi partiya chiqqan qo'chqorlarimizda ukalar akalar. Mana qaranglar. Mana go'zali-yu. Ikkalasi ham qo'chqor, tozasini olaman, arashan qo'zi olaman, yaxshisidan olaman degan yurgan aka-ukalarimizga mana bu ikkalasini tavsiya qilamiz. Qo'zini oyoqlariga, dumbalariga, go'da boshlariga, suyagiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Karbonoslariga, quloqlarini qaranglar, mashalloh mana. Go'zali kelganda ulgurib qolasiz aka. Narxini siz uchun yo'lida qilib qo'yib beraman. Ranglari ham o'ta svitnoy, haqiqiy chiroyli qo'zilar akalar, qaranglar. Mana garbonoslari o'ta cho'tki, buni yeb ichishdan umuman muammosi yo'q. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Mana aka. Hurmatli obunachilar, zo'ra chiqqanda ulgurib qoling mana. O'tgan safar akalarimiz ko'pchiligi telefon qilishdi. Men yaqinda ko'ribman deyishdi-da. Endi ko'ribman deydi. Shunga obuna bo'lib qo'ysangiz, sirazi SMSlarda sizga yetib boradi. Sizga qaysidir partiya yoqib qolsa, telefon qilsangiz, ishingizni bitirilaveradi aka. Mana qarang. Xudo xolasa, kanalimiz o'zimizniki arzon qo'yyapmiz aka. Bitta blogerga 1 million kami 500 mingga oladi. Shuni elga o'tib beraylik, xalqqa, shu obunachilarimizga 500 mingga o'tib bersak, yemiga, hashaga ozgina yordam bo'lib qoladi aka. Mana. Shoshilib ulgurib qolaverasiz bunaqa. Tozasi kelganda ulgurib qoling aka. Buni bo'ybastlar 75 ga olaverasiz. Suyalik, haqiqiy go'zalik, yosh oyligi 4 oylik, 2,5 oylik uyoq bu yog'ida aka. Toza Qirg'iziston Bishkekda qo'zilar mana. Bu akalari bilan o'tgan bular akalar. Shoshilib qolaverasiz mana. Go'zalini boqaman, haqiqiy originalini boqaman deganlar ulgurib qoling mana. Narxi aka, ikkalasiga qiziqdim degan obunachilarimizga 9 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Shoshilib aloqaga chiqing, bunaqasi kamdan kam keladi. Mana buni urg'ochilardan ham olib kelib qo'yganman obunachilarga. Erinmay ko'rib turing, keyingisiga urg'ochilarga navbat beraman. 9 million so'm kelishadigan joyi bor. Aka, go'zali, tozasini olaman deganlar, zoti borini olaman, boqib effekt topaman, foyda qilaman deganlar aloqaga chiqaverasiz mana. Qo'y bilan qo'yda farqi bor. Shunga ahamiyat berib aloqaga chiqavering. Toza Qirg'izistondagi Bishkekda qo'chqorlar. O'zi qo'chqorlar. Hozirdan suyagi 75 chiqyapti aka. Bu xudo xolasa ekish bo'lguncha u 150-160 turib boradi xudo xolasa. Mana. Tozasi, zotligini olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqavering. 9 million so'm o'tadigan joyi bor. Chiqarayotgan qo'ylarimizning hammasini xayri bor. Aloqaga chiqavering. Aytilgan narx muhim emas. Muomalaga muomala, telefon qilib bog'lansangiz, qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa berilaveradi. Bundan keyingi ham zo'rlari chiqadi. Erinmay ko'rib turing. Ana qo'chqorlar.
Maşallah. Qo'zi hali akalar bular. Bundan keyingi shuni sololar bor, go'zallari bor. Men hamma partiyani ko'rdim-u, qo'chqonlari zo'ragani ishqim ketdi-yu, menga sog'lig'idan bo'lsa o'zim ko'paytirardim deb oxirgacha ko'rib turgan ko'kalarimiz bo'lsa mana 3 dona yarishga go'zalidan chiqib qoldi aka ana. Sog'liqni go'zalchasi mana qarang. Ko'paytirib olaman deganmidingiz mana. 3 dona tavsiya qilamiz. Hammasini quloqlari but-butun. Mana qaranglar. Qo'zi choqdi zo'ri-yu qo'zini mana qarang. Uchovi ham sog'liq, mana sog'liqni yaxshisini boqaman deganlarga to'g'ri kelib qo'ydim mana. Xudo xolasa narxini ham shunga yarasha qilib, yo'lida qilib qo'yib beramiz aka. Mana qarang. Sog'liqlarga bitta ahamiyat berib qo'ying. Yaxshisidan boqarmidingiz mana? Go'zalidan, quloqlari shalpon quloqidan qarang. Mana. Yarichkalar, xudo xolasa aka, buloqasini tovush oson bo'lmayapti. Tavsiya qilaman, oling, o'zidan ko'paytirib olib yurasiz. Avgustgacha yemini berib, dalangiz bo'lsa, ko'klamga qo'yib yuborib, boqib tursangiz, avgustda qo'chqorni yaxshisidan bitta qo'shib qo'yasiz. O'zidan ko'paytirib, xudo xolasa qo'rangizda qo'y, sig'may ketadi inshaalloh. Qarang, yaxshi niyat, mana qarang. Sololar bitta ahamiyat berib qo'ying yuzlariga. Mana, hammasi yeb ichishda umuman muammosi yo'q. Xudo xolasa narxini ham qulay qilib qo'yib beramiz. Obunachilarga, xudo xolasa mana. Obunachilar bitta ahamiyat berib qo'yinglar qo'zilarga. Dumbalari hamma yo'q cho'tki mana. 3,5 oylik, 4 oylik qo'zi sog'liqchalar. Maşallah. Uchalasini olamiz degan obunachilarga bola degan senasini qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Buni uchovini 4 million so'm emas akalar. 3 million 900 ming so'mdan bola degan narxini qo'yib qo'ydik. Bemalol aloqa chiqarasiz. Ashaddiy obunachilarimizga 3 million 900 ming so'mdan dastlabkasi ham ichida besplatni yetkazib olib borib beriladi. Yeb ishchiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor akalar. Oling, xudo xolasa boqing, mazasini qiling. Ko'paytirib olasiz mana. Inshaalloh sog'liqchalar qarang akalar. Go'zalini olaman deganlar bormidi mana? Aloqaga chiqavering, shoshilib. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Sharzon cho'ptum qishloqda Tepaqo'rg'on qishlog'ida ekan. Mana. Go'zalini olaman deganlar aloqaga chiqaverasiz. Mana, hurmatli obunachilar, ko'ring. Go'zal haqiqatan. Yuzlaridan qarang. Inshaalloh qo'zilar qaranglar. Sog'lom, nastroyeniyalar zo'r qo'ylar. Aloqaga chiqing. Ulgurib qoling aka, bunaqa zo'r kelganda ulgurib qoling. Tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Bo'ylari 70 ga yaqin. Aloqaga chiqavering aka. Mana, yeb ichish zo'r ekan qo'ylar. Yana bir haftaga yeb ishchiga sinov muddati bor. Aloqaga chiqaverasiz. Bundan keyin ham go'zallari bor. Erinmay oricha ko'rib turing aka. Men qora qo'chqor boqaman, sarig'idan zerikdim, qorasini zo'rini boqaman, hisorini go'zalini boqaman deganlar bo'lsa, oxirgi partiyamizga mana go'zalidan 2 dona qo'chqor variantidan aka, quloqlari but-butun haqiqiy go'zali mana. Go'sh yo'nalishda boqaman men degan ko'kalarimizga mana ikkala qo'chqorchamiz tavsiya qilaman. Bo'y baslari 70 ga yaqin. Yosh oyligi 3,5 oylik, 4 oylik uyoq bu yog'ida qo'zlar ikkalasi ham go'zal variant. Mana qarang. Mana. Yemga bemalol kirib qolgan, hashat deb ayama uradi. Quloqlari but-butun, quloqlarini qarang. Uzunliklarini aka, qarang. Mana, quloqini qarang. Uncha qo'chqordi. Katta qo'chqor qulog'i unaqa emas. Mana. Bular yugurishlarini qarang, akalar, sog'lom. Yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Bexijolat yeb ichishiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Hisorini go'zalini olaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilamiz. Narxi aka 8 million so'm bo'lsa, dastlabkasi ichida yetkazib olib borib beriladi. Go'zalini boqaman, hisori qo'chqorda yaxshisini boqaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz aka mana. Haqiqiy ishonchligi, yaxshisi, sog'lomini olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanaverasiz mana. Oxirgi partiyamizga shular edi akalar. Mana. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar, zo'rlarini chiqarishda davom etamiz. Hammani chorvasiga, kasb-koriga Alloh baraka bersin, ishlaringiz rivoj, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringga, megabaytlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Like bosib qo'yinglar, like.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.